Assalomu alaykum. Chorvador muxlislar, chorva ishqibozlari, mana sizlarga bugun 15-yanvar 2026-yil kuni mana shu videoni qo'yamiz. Mana shu Qirg'izistondan olib kelingan, Bishkek shahridan olib kelingan shved, toza qonli shved sigirimiz xudo xolasa 3-qoringa tug'adi. Tez kunda kuni qoldi. 10 kun plus minus ichida tug'adi xudo xolasa. Yeb ichishlariga, sog'lig'iga kafolat. Soskalari mana hammasi butun ishlaydi. Bemalol yosh bolami, erkak kishimi, ayol kishimi bemalol sog'a oladi. Nihoyatda jonivor yavash. Mana baklari ham o'rta, normal holatda, mana 12 litr atrofida sut bera oladigan sigir. Yovashligiga umumiy gap so'z yo'q. Nimaiki sigir bo'lsa, yovash bo'lmasa undan yomoni yo'q. Sog'dirmay tursa qiyinchilik. Mana so'skalarni bemalol ushlab ko'rsataman. Jonivor yovashligiga umumiy gap so'z yo'q. Bir yaqin kunlarda tug'adigan bir yovash, ro'zg'orga bir sigir qilaman degan chorvador birodarlarga mos ravishdagi sigir. Bo'yi 1.40, 1.35, 1.40 atrofida. Narxiga kelsak, narxi 40 million so'm, oz-moz kami ham bor. Mana kelib, ko'rib, bemalol yoqtirib savdo qilishlaringiz mumkin. Bunaqangi holatdagi sigirlardan soni cheklanmagan. 5 ta 4 ta sigir qilib chorvachilik bilan shug'ullanaman degan chorvadorlarga bor, top beramiz. Ko'ngillariga qanaqasi yo'qsa, shunaqangi zotdagi sigirlardan bor. Kelib ko'rib, bemalol yoqtirib savdo qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Namangan shahri, Samarqand Savpos hayvon bozori ro'parasida.